Yo'q, olmayman. Men muzlatilgan go'sht bermayman men bolalarga. Boshqa narsa ham berib kerak bo'lsa. Samarqand shahridagi bog'chalarga ta'minotchi korxona tomonidan muzlatilgan va sifati buzilgan go'sht mahsulotlari yetkazib berildi. Kunuz muxbiriga ma'lum bo'lishicha, shahardagi 36-sonli bog'chada shunday holat kuzatilgan. Bog'cha hamshirasi muzlatilgan go'shtning sifat sertifikati taqdim etilmagani uchun mahsulotdan foydalanmagan. Ta'minotchidan hujjat talab qilinganda ular sertifikat taqdim qila olmagan. Boshqa bog'chada esa mahsulotni qaytarish jarayonida ta'minotchi vakili bog'cha mudirasini rahbari bilan bog'lab bergan. Mudira bolalarga muzlatilgan go'sht bermaymiz degan paytda undan ham battarini berib yuborasiz degan tahdidli javob qaytarilgan. Viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi mas'ul xodimi Iroda Aripova Kunuz muxbiri bilan suhbatda bog'chalarga muzlatilgan go'sht yetkazib berilishi amaldagi sanitariya me'yorlariga zidligini qayd etdi. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand shahridagi bog'chalarni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha tenderda Lazzatli halol oshxona mas'uliyati cheklangan jamiyat g'olib bo'lgan. Shuningdek, mazkur korxona viloyatdagi yana 5 ta tumandagi bog'chalarni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga mas'ul. Viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi shu'ba rahbari Salohiddin Nomirov Kun.uz muxbiriga bergan izohida Lazzatli halol oshxona korxonasi faoliyatini endi boshlagani va kamchiliklarni asta-sekin bartaraf qilishi mumkinligini qayd etdi. Shu bilan birga u boshqarma hozircha korxonadan rasmiy izoh yoki hisobot talab qilmaganini ham ta'kidladi.